Sevinch Mo'minova nega turmush qurmayotgani va qanday inson xohlayotganini ochiqladi. Xonanda Sevinch Mo'minova Mirsadiqova bilan bo'lgan intervyusida shaxsiy hayot va turmush haqidagi qarashlarini ochiq bayon qildi. Boshlovchi xonandadan uylanmagan, o'zingizdan kichik yigitlardan ham turmush qurish takliflari bo'lganmi deb so'radi. Sevinch bu savolga quyidagicha javob berdi. Ha, bunday takliflar ko'p bo'lgan, lekin men avvalo insonning dunyoqarashiga qarayman. Yosh bo'lsa ham dunyoqarashi keng, fikrlashi kattalarnikidek bo'lsa rozi bo'laman. Xarakterlarimiz va dunyoqarashimiz mos kelsa albatta xo'p deyman. Shundan so'ng jurnalist xotini vafot etgan yoki ajrashgan erkaklardan ham taklif bo'lganmi, bo'lsa qanday qaraysiz deya qiziqdi. Xonanda bu savolga ham ochiq javob berdi. Ha, bunday takliflar ham bo'lgan, lekin men avvalo nega ajrashganini bilaman. Agar kechirilmaydigan jiddiy sabablar tufayli ajralgan bo'lsa, dunyoqarashi keng va xarakterimiz to'g'ri kelsa rozi bo'lishim mumkin, ammo oddiy narsalar tufayli hatto erkak tomonidan bo'lib ajralgan bo'lsa yo'q, chunki yaxshi erni hech qaysi ayol osonlikcha qo'yib yubormaydi deydi. Sevinch o'z qarashlarini davom ettirib shunday deydi: dunyoqarashi bolalarnikidek menikidan past bo'lgan inson bilan yashaganimdan ko'ra hozirgi hayotim ming marta yaxshi. Men hozir juda baxtliman. Past xarakterli, tor fikrli inson bilan umr o'tkazib uni tarbiyalayman deb asablarimni yemayman. Erkak bo'lishi kerak. Men uning yonida erkatoy bo'lib, unga suyanib yashashim, ishonishim kerak. Suhbat davomida Sevinchdan ikkinchi ayollikka taklif ham ko'p bo'lgan bo'lsa kerak deb so'radi. Xonanda bunga qat'iy javob berdi. Ha, bunday takliflar ham bo'lgan, lekin men ikkinchi ayol bo'lib yashash juda qiyin deb o'ylayman. Men bo'lisha olmayman, bo'lishkim ham kelmaydi. Ich-ichimni yeyman. Agar adolat bo'lmasa, bunday turmushni qabul qila olmayman. Axir aytilgan, agar adolat qila olsangina o'ylan, bo'lmasa bitta bilan shukr qilib yashayver. Adolat bo'lmasa, bunday nikoh uzoqqa bormaydi va albatta kimnidir baxtsiz qiladi deydi Sevinch Mo'minova. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.